aziz ustoz va murabbiylar, bugungi shodiyona 1-oktyabr yurtimizda ustoz va murabbiylar kuni barchangizga muborak bo'lsin. Bizni olib tashladi. Og'ir edi bu, lekin shu qarorni qildik, bo'lar ekan-ku hozir. Eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Bola 11 yil o'rniga atiga 7 yil o'qishga majbur bo'ldi. Bu haqiqat, 7 yil. Katta yo'lga qadam qo'yapmiz. Kim shiddat bilan harakat qilyapti. Mana natija. Biz ta'limga ertaga emas, bugun e'tibor berib agar ishlasak, natija albatta mevasini beradi. Men bugun tuman hokimi sifatida sizlarga mana shu tuman tashkilotlari rahbarlari nomidan shu bugun ishtirok etayotgan jamoalaringizni 1-oktyabr respublikamizda o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan alohida sizlarni muborakbod etaman. Bayram muborak bo'lsin.